Yo, barchaga assalomu alaykum bola. Sizlar bilan bu videoda man yana shu aytgan bola, sizlarga bola Minecraft Java versiyani tushirishni o'rgatib o'taman. Chrome brauzerga kiramiz va launcher deb yozamiz. Va bu bola Java uchun va qidiruvga bosib birinchi chiqqan saytga yozamiz va skachat launcherga bosamiz va launcher dili Windowsga bosamiz va bu yerda bunaqa paydo bo'ladi. Shunga kirasizlar va shu faylni ustiga bosasizlar va sizlardan mana bunaqa narsalar so'raydi va продолжitni bosib chiqasizlar va ozgina kutganinglardan keyin yana so'raydi. Bitishka bilan продолжить knopkasini bosasizlar bolalar va bu yerda skachat bo'ladi. Xullas, keyin bolalar ozgina kutasizlar va skachat bo'ladi. Biroz kutsanglar, xo'p. Bo'ldi va yana bitta продолжitni 2 marta yozamiz. 2 marta chiqqaniga aytyapman va mana bunaqa chiqadi va sizlarda bunaqa demaydi. Hop, qaytadan kiramiz va mana launcher va mana bolalar, men jecha pauza qilib qo'ydim. Bolalar metga nickname'laringni yozasizlar va bu yerga versiyalaringni tanlaysizlar va play va playmidi igrudimikan bosasizlar bolalar. Xo'p, bola hozir kesib yuboraman. Yo, bola ozginasini kesib yuboraman. Xo'p, play igru desanglar bo'ldi bolalar. Kirkatadi. Keyin bolalar, men bu videoni bolalar hech qayerdan o'g'irlaganim yo'q bolalar. Barchaga xayr, sog' omon bo'linglar.